Dada, iltimos to'xtating. Salom. Salom. Men kasalman. Sizga nima bo'lgan? Buyraklarim ishlamayapti. Menga yangilari kerak. Ularni qayerdan olasiz? Kimdir menga buyraklaridan birini berish kerak. Dadajon, Ha, menda buyraklar bormi? ha, ikkita. Sizga o'zimnikini berishim mumkin. Bu shunchaki bo'lmaydi, azizam. Nega? Chunki biz yaxshi qol. Sen unga gapirmasang yaxshi bo'lardi, maylimi? Nega? U xavfli bo'lishi mumkin. Menimcha u yaxshi odam. Uni ham siz kabi tatuirovkalari bor. Sen uni bilmaysan. Yaratganigam uni yaxshi ko'radi, lekin nega biz unday qilmaymiz? Men qaytib kelaman deb aytganmidim? Ha, aytganding. Sen va'dangda turding. Siz menga ismingizni aytmadingiz. Shunga hali ham begonalarmiz. Kechirasan, Edgar. Siz bilan o'tirsam maylimi? Bu kecha siz qarab o'tirgan rasmmi? Uni ko'rsam bo'ladimi? Nega rasmning yarmi yirtilgan? Bu sizning oilangizmi? Oilam edi. Men ularni yo'qotdim. Menimcha bugunga yetarli. Yaxshi, unda ertaga ko'rishguncha. Lucy. Rahmat. Mana bu Edgarga Rojdestvo sovg'asi. Men do'stim Edgarga o'z buyraklarimni bermoqchiman. Lucy, sen dunyodagi eng shirintoy va mehribon qizaloqsan. Aytishim kerakki, men buni ota-onangning ruxsatisiz qila olmayman. Dada, iltimos. Nega bizdan doim shuni so'raysan? Chunki u mening do'stim, uni o'lishini xohlamayman. Bu nima? Kitob. Buni siz uchun chizdim. Yaxshimisan? Hozir ketaman. Yordamim kerak bo'lsa chaqiring. Keyin yaxshi nafas olyapman. Men bir tush ko'rdim. Bir g'amgin odam bor ekan. Yaratganiga unga sevgisidan beribdi. Men sizga o'z buyraklarimni bermoqchiman. Keyin siz oilangiz bilan birga bo'lasiz. Yana. O'lim vaqti. Tongi 6:47. Lucy. Lucy.